Do'stlar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videomizda mana shu pogruzchikni obzorini qilamiz. Pogruzchik bu mini pogruzchik emas, o'rtacharoq. Chunki kovushi ham juda ham kattaroq. Strela, moslari va motor qismi ham bir porshelik motor emas. Motor ham 4 porshelik motor. Zalarkalik radiator. Mana pastki qismida bittasi yoqilg'i bak, bittasi esa maslani baki. Gidravlikaniki. Akkumulyator mana bu o'rindiqni pastida. Mana bu yerda ikkita akkumulyator. Motordan harakatni pastga remen orqali, mana bu pastki tomonda korobka, mana bu tomonda esa o'sha nasoslari turibdi. Pastki qismida o'rtada mana bu yerda korobkadan ham oldin mosga, ham orqa mosga ketadi harakat. O'rta qismi ham ikkita silindr qo'yilgan pоворот uchun. Rollari ham gidravlika, dozator qo'yilgan. Korobkani skorisi demak, ikkita skoros, ikkita oldinga, ikkita orqaga va mana bu yerda повыше пониже tashbaqa qo'ygan rejim deydi, shunaqasi ham bor. Buni old kovushi mikserlik, alohida yana oddiy kovushdan ham bor. Bu yerda bemalol sement, beton qo'rib ishlatsa bo'ladi. Buni hozir ishlatib ko'rsataman. Strelasi ham juda ham baquvvat, ancha. Orqasida yuk uchun alohida metal, ichiga beton qo'yilgan. Orqa faralari mana bu yerda gulishtil. Mana bu yerda massa kulchatil, mana bu yerda massa kulchatil qo'shilgandan keyin yonib o'tiradi va o'chirsak hech qayerda to'k bo'lmaydi. Yoqqanimizdan keyin mana bu yerdan zamok bilan buni ikki tomonga ham aylantirsa bo'ladi. Balandligi ham anchagina baland. Bemalol zilga yuklasa bo'ladi. Bunaqa texnikalarni bir akamiz Xitoydan keltirib sotadilar. Faqatgina bunaqa emas, 1.5, 1.8 va undan kattaroq pogruzchiklar, undan tashqari mana bunaqa beton qoradigan kovushlar, bu faqat mini pogruzchikka emas, balki 1.5, 1.8 lik pogruzchiklarga ham mana shunaqa beton qoradigan kovushlardan keltirib sotadilar. Hozir ekranni pastda telefon nomerlarini qoldiraman. O'zlari bilan bemalol bog'lanib, bu pogruzchikni ham narxlarini so'rab surishtirishingiz mumkin.